PISA testlari orqali biz o'z imkoniyatlarimizni sinab ko'rish va muvaffaqiyatga erishish istagini his qilamiz. Men o'zgarishlarga tezda moslashish va yangi mavzularni tezda o'rganish ko'nikmalarimni rivojlantirishim kerak. Bu menga muammolarni yechishda va yangi bilimlarni tezda o'zlashtirishda yordam beradi. PISA tadqiqotlarida qatnashish bizga o'z ko'nikmalarimizni sinovdan o'tkazish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi. Ustozlarimiz bizga tanqidiy fikrlash, mantiqiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam bermoqdalar. PISA tadqiqot natijalariga ko'ra, men o'zimning zaif va kuchli tomonlarimni aniqlab olishim mumkin. Men xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish uchun tahlil qilish va o'z fikrini erkin ifodalash bo'yicha mashqlar olib bormoqdaman. Bilim, tahlil qilish, global ta'lim tizimlari haqida tushuncha va kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatlarini beradi. O'z bilimlarimizni boshqa mamlakatdagi o'quvchilar bilan solishtirishimiz, dunyo qarashimizni kengaytirishimiz mumkin. Kelajakda kasb tanlashimizga katta yordam beradi. Olgan bilimlarimizni hayotga tatbiq etar ekanmiz, mantiqiy topshiriqlarni bajarishga harakat qilyapman.